Man sani ko'zlaring bo'laman. Bugun biz sizlar bilan juda ham chiroyli melodrama ko'ramiz. Cholmin ismli bu yigit oldin boksyor edi va u juda ham mashhur boksyor bo'lgan edi. Lekin afsuski u o'tmishda qilgan xatosi uchun boksdan ketgandi va boksdan ketgani uchun hozirgi kunda ertalab suv tashirdi. Kechqurun esa axrana bo'lib ishlardi va bir kuni kechqurun u ikkinchi ishida axrana bo'lib o'tirganda yoniga bir juda ham chiroyli qiz keladi va u qiz ismi Junhvo edi. Junhvo shunaqangi chiroyli ediki, lekin afsuski uni ko'zlari ko'rmas edi. Qizi yoshligida ota-onasi bilan juda ham katta avariya bo'lganligi uchun uni ota-onasi halok bo'ladi va qiz tirik qoladi, lekin ko'zlari ko'rmay qolgan bo'ladi va shundan so'ng ikkalasi tanisha boshlaydi. Cholmin uni ko'rib bittada yaxshi ko'rib qoladi va sekin-sekin uni ketidan yura boshlaydi. Va o'shanda bir kuni Junhvo bolaga konsertga bilet beradi va xohlasang kimdir bilan birga tushishing mumkin. Meni boradigan odamim yo'q deydi va shunda unga Cholmin taklif qiladi. Unda yur birga boraylik deb. Shundan so'ng Junhvo kechqurun salonga kiradi va juda ham boshqacha bo'ladi. Buni ko'rgan Cholmin uni yana ham yaxshi ko'rib qoladi. Lekin afsuski ular konsertdan chiqqandan so'ng Junhvo uni hayoti haqida qiziqa boshlaydi va oldin nima ish qilgansan deb so'raganda Cholmin unga juda ham qo'pol tarzda javob beradi, sani ishing bo'lmasin deb. Va qiz xafa bo'lib uyiga ketib qoladi. Bu filmning davomini agar siz melodrama janrini yoqtirsangiz, обязательно ko'ring. Aytgancha eng sara filmlar, dramalar uchun kinoteatr kanaliga va mening Instagram akkauntimga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Dilbar.